Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoyning Uyg'urlar haqidagi aqtashlik kitobi xalqaro g'ulg'ul qo'zg'adi. Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlar qaratgan siyosatini asarlik dog' deb aybladi. Nigeriya islom harakati a'zolari bilan saqchilar o'rtasida to'qinish yuz berdi. Tövəndə ixtiyarlar xabarlarimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonga bo'lgan tajovuzchilikni yo'chirish uchun tarixiy faktlarni o'ydirib, yolg'on tashviqotni kuchaytirib, butun dunyoni aldash ko'rishini jiddiy qanot yaydirmoqda. Xitoy hukumatining 21-iyul kuni aqtash kitob e'lon qilib, islom dinining Uyg'urlarning birdan-bir yerlik diniy e'tiqod emasligini, uning tarixda Uyg'urlarga qo'ral kuch bilan majburiy tengilganligini ilgari surishi xalqarodagi nopozliq taratqularda zo'r g'ulg'ul qo'zg'adi. Amerikadagi simli xabarlar to'ri, ya'ni CNN televiziyasi dushanba kuni aqtash kitob haqida xabar berib, Xitoyning tarixini ko'chilab, o'zining millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlarni tutib turish markazlariga qamash harakatini aqlashga urinayotganligini bildirgan. CNNning xabarida Uyg'urlarning Xitoyning bu bostirish harakatini madaniyat qirg'inchiligi deb atayotganligi ta'kidlangan. Angliyada chiqadigan muhofazachi gazeti aqtash kitobda atalmish Xinjiangning Xan sulolasidan boshlabla Xitoyning bir qismi ekanligini ilgari surganligini, ammo Xitoyning Uyg'urlarni jazolash az deganda 1 million Uyg'urni atalmish kasbiy mahorat markazi degan nomdagi asabiylikni tugutish markazlariga qamash bilan ayblayotganligini bildirgan. Xitoy hukumati 21-iyul e'lon qilgan aqtash kitobda islom dinining Uyg'ur xalqining yerlik dini emasligini, islomning Xinjiangga Arab imperiyasi tarafidan qo'ral kuchi bilan tarqatilganligini, Uyg'urlarning turkiy xalq emasligini, tarixda turklarning Uyg'urlarni qul qilganligini, atalmish Xinjiangning Xitoy ziminining ayrilmas bir qismi ekanligini, azaldan Sharq Turkiston emasligini, Xinjiangdagi har qaysi millatlarning Jonxo millatining tarkibiy qismi ekanligini, Uyg'urlarni uzoq mazgillik ko'chish va yo'g'rilishdan maydonga kelgan turk millati emas, har qaysi millatlarning madaniyati Jonxo madaniyatining bir tarkibiy qismi. Xinjiang tarixdan buyon ko'p millat mavjud bo'lib turgan rayon. Uyg'urlarning zimini emasligini, shundaqla Xitoy birlikka kelgan ko'p millatlik davlat. Xinjiangdagi har qaysi millatlar Jonxo millatining qon qarindosh a'zosi. Tashqi bölgünç kuchlar tarixini burmilab, haqni ostin ustin qilib atdi. Xinjiangni Sharq Turkiston davlib, mustaqillik haqida jar selishdi. Tarixni burmilashga bo'lmaydi degandek, safsata mazmunlarni o'z ichiga olgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Washingtonda o'tkazilgan diniy erkinlikni ilgari surish ministrlar yig'inida qatnashib, Xitoyning Uyg'urlar qaratgan bostirishlarni asirlik dog' deb ayblab, Xitoyning boshqa davlatlarning Amerika o'rlashtirgan diniy erkinlik yig'iniga qatnashmaslik uchun tahdid solganligini shikoyat qilib, bizning bu asrdagi eng og'ir kishilik huquq ofati Xitoyda yuz beryapti. Xitoy amaldorlari ko'p davlatlardan bu yig'inga qatnashmaslikni talab qilgan. Bunda qilishning Xitoy asosi qonunda qo'g'dirilgan diniy erkinlikka xilof yoki emasligidan gumonlanganligini, Xitoyning besimga muvaffaqiyatli holda qarshi turgan davlatlarni ta'riflab, har qanday davlat Xitoyning besimi sababli mazkur yig'inga qatnashishni rad qilgan bo'lsa, Amerika uni alohida xotirlab qo'ydiganligini bildirgan. Orqadilla Xitoy hukumati Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning yuqorida qilgan so'zlariga raddiya berish uchun Sharq Turkistondagi ziyolilar va diniy zotlarni ochiq xat e'lon qildirib, uning Sharq Turkistonda kishilik huquqning qo'rqinchli dafsandichiligiga uchrayotganligiga doir tanqidlarni rad qilgan. Yüzdek odam imzo qo'ygan mazkur ochiq xatda Mike Pompeoning so'zini Xinjiangning millatlar, din, kishilik huquq ahvoli qaramay qilingan asossiz ayblash deb tanqidlagan. Mazkur ochiq xatda ular o'zlarining Xinjiangdagi ziyoli va diniy zot bo'lish sifati bilan Pompeoning mas'uliyatsizlik bilan qilingan xato so'z iboralaridan qattiq g'azablanganligini ilgari surgan. Atalmish Xinjiangdagi ziyolilar va diniy ulamolarning ochiq xatida Xitoy hukumatining terrorlikqa va radikallikqa zarba berish uchun kasbiy mahorat markazlarini qurib, yenik jinoyat sodir qilgan shaxslarga va qonunga xilof qilmishlarga qarata tarbiya olib berayotganligi, terrorlik va radikallikning ta'sirini tozalayotganligi, terrorlik harakatlariga qarata oldin olish va bo'shikida yo'qotish ilib berilayotganligi ta'kidlanib, Uyg'ur va boshqa musulmonlarning yig'ib olish lagerlariga qamalganligi, Uyg'ur madaniyatiga qarata sistemalik qirg'inchilik ilib berilayotganligi va islom e'tiqodining yo'qotilayotganligi rad qilinib, Amerika tarafining Xinjiangning millatlar, din va kishilik huquq ahvoliga obyektiv adil baho berishni, Xinjiang haqidagi safsata va o'sak so'zlarni darhol to'xtatib, Xinjiangga aloqador masalalardan foydalanib, Jongoning ichki ishlariga aralashishni darhol to'xtatishni umid qildiganligi deyilgan. Ochiq xatga imzo qo'ygan ziyolilar va diniy ulamolarning ko'p qismi jamiyatga notanish kishilar bo'lib, ochiq xatni kimning qalamga olganligi, kishilarning uningga majburiy yoki ixtiyoriy imzo qo'yganligi ma'lum emas. Xinhua agentligining 22-iyul xabarida Xitoy hukumati 24-iyul kuni yangi davrdagi Jongo mudofaa nomli aqtash kitob e'lon qilib, axborot yig'ini ochdi ekan. 2000-yildan hozirgacha Xitoy jami 8 qatim mudofaa aqtash kitob e'lon qilgan ekan. G'arb Afrika davlati Nigeriyada Sheyx Ibrohim Zakzakining qo'yib berilishini talab qilib o'tkazilgan namoyishda Nigeriya islom harakati a'zolari bilan saqchilar orasida to'qinish yuz berib, 6 odam jinidan ayrildi. Nigeriya islom harakati bayonotchisi Yahya Adamu bayonot berib, poytaxt Abujadagi namoyishda saqchilar bilan bo'lgan so'rkilishda 6 odamning jinidan ayrilganligini,
28 odamning yaralanganligini bildirgan. Yaradorlarning ba'zilarining yaralanish ahvolining og'ir ekanligini, o'lganlar sonining oshib ketishidan andish qilayotganligini bildirgan odamı Nigeriya islom harakatining ba'zi a'zolarining xavfsizlik kuchlari tomonidan nazorat ostiga olinganligini qayd qildi. Nigeriya islom harakati a'zolari poytaxt Abujada o'tkazgan namoyishlar jarayonida yo'llarni to'sib olib, Nigeriya mamlakatlik jiddiy ahvollarni boshqarish agentligining avtomobillariga o't qo'yib bergan. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.